Endi hozir mana shuni keling videoni uzmasdan shuni bo'yini bitta o'lchab ko'raylik. Endi sindirsak vol bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hurmatli dehqonlar. Mana 325 mi? Hozir. 326, 27, 25 ga bo'laversa. 325 mana. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli dehqonlar. Mana yana Namangan viloyatidagi safarlarimizni davom ettirib, bundan oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, Shahzod akam bilan Rudolf Makejo'xor duragayimiz haqida videolar qilganmiz. Endi Shahzod akam yana bu yerda Drava 404, ya'ni 90 kunlik Makejo'xorimizdan ham ekkanlar. Yana bir bor assalomu alaykum Shahzod aka. Assalom, xush kelibsiz. Alloh mana dehqonchiligingizga baraka bersin. Bu videomizni mana ko'rib turibsizlar, bog' qator orasiga ekilgan drava. Ya'ni bu yerda yana ham shamol aylanishi yaxshi emas. Mana bu tomonlarda ko'chatlar kichik bo'lgani bilan bu tomonlardagi bodom ko'chatlari kattaroq va bu tomonda yana orqa tomonda teraklar bor. Buni videolavhada hozir ko'rib ketasizlar. Mana hozirgi holati bizdan ko'pchilik so'raydi Shahzodaga. 90 kunlik Makejo'xorning bo'yi necha metr bo'ladi deb. Mana hurmatli dehqonlar ichkariga kirib videolarni davom ettiryapmiz. Endi ekilgan sanasi, nima agrotexnikalash qilingan, qancha mineral o'g'it berilgan Shahzodaga shu to'g'risida. Ekilgan sanasi 1-aprel kuni. 1-aprel kuni ekilgan. 1-aprel kuni ekilgan. Demak, narigi Makejo'xori bilan bir kunda ekilgan drava, yana boshqa joyda ekilgan bilan bir kunda ekilgan shu bilan. Shunda hozir 74-75 kunlik bo'libdi. 74-75 kunlik bo'lgan. Mana sotalarni hozir holatini ko'rib turibsiz. Endi qancha mineral o'g'it berilgan bunga? 1 gektarga 700 kg. Faqat selitran o'zi emas, super fosfat, sulfat ammoniy, shakar, o'sha shakar, kaliy, selitra, 4 tasi qo'shib 700 kg 1 gektarga berilgan. Endi hozir mana shuni keling videoni uzmasdan shuni bo'yini bitta o'lchab ko'raylik. Endi sindirsak vol bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu yerda ushlab turaman endi. Yoniga davom ettiraverasiz. Mana video ko'rib turibsizlar, hurmatli dehqonlar. Mana 325 mi? Hozir. To'shna chiqsa. 325. 325. Kelib yaqinroqdan ko'rsatib yuboraylik. Mana. Mana. Mana to'g'rilang. Qo'lisa olib turaylik, ko'rinsin. 326, 27, 25 ga bo'laversa. 325 mana. Hozirgi holati ana 320 deng, yana 320 deydi. Yana 5 sm. Nima bo'ladi? 320 90 kunlik Makejo'xorimizni bo'yi. Bizdan ko'pchilik so'raganda biz doim aytamiz 2,5 metrdan 3 metrgacha bo'ladi deb. Sababi Shahzodaga har xil tuproq, iqlim sharoiti bor. Har xil dehqon har xil agrotexnika qiladi. Sababi mana o'zingizda ham bir nechta joyga ekilgan Makejo'xorlaringiz hammasi har xil. Hammasi har xil. Yerni bonitet baliga qarab, demak qilayotgan agrotexnikangizga qarab, demak hammasi har xil. Hurmatli dehqonlar, ba'zi bir 120 kunlik Makejo'xorlarda hozirgi holati 3 metrdan baland bo'lmaydi, aksariyatiniki hozirgi holatida. Mana buni hozir ko'rib turibmiz, 74 kun, 75 kun bo'lyaptimi? 1-aprel bo'lsa, 30 kun aprel, may 60 kun, 15-iyun bo'ladigan bo'lsa bugun 75 kunlik holati. 75 kun. 75 kunlik holati, mana sotalari mana shakllangan. Hurmatli dehqonlar, mana shu ruvak chiqargandan to mana biz Makejo'xori demak sotalarining iplari, mana bu iplari demak qurib mana bunaqa holatga o'tib qolguncha yoki mana bunaqa rangi o'zgargungacha tagidan namlik uzilmasligi kerak. Mana bu yerdagi holatni ham ko'rib turibsiz. Mana nami uzilgan yo'q. Hozir ham suv qo'yilyapti. Hozir ham suv qo'yilyapti. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, Makejo'xori ruvak chiqarganda dastlabki 10 kun eng muhim. Sababi o'sha mana otalik changchisi chiqqanda bu yerda ya'ni sotani iplari ham chiqqan bo'lishi kerak. Agar shu jarayon buziladigan bo'lsa,
ruvagi vaqtli chiqib, sotasi bir haftadan keyin chiqadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan, ya'ni sotada donlar ola-bula bo'lib qoladi. Sababi har doim aytib kelyapmiz, mana bu har bitta iplar, har bitta ip bittadan donga javob beradi. Mana shular to'liq changlanishi kerak. Mana shamol bo'lganda mana bunday bo'lib changlanadi va bu don to'liq shakllanadi. To'liq shakllanishi uchun, to'liq changlanishi uchun tagida namlik bo'lishi kerak. Qachonki suv va suvda erigan mineral moddalarni so'ruvchi ildizlar, ya'ni o'tkazuvchi ildizga o'tkazib, tanaga o'tkazgan vaqtda ana o'shanda to'liq o'sha jarayon amalga oshadi. Bargini, plastinkalarini ko'radigan bo'lsak, mana barg plastinkalarini ham o'lchab olaylik. Hozirgi mana barg plastinkalari ham mana 11 sm, 10-11 sm mana barg plastinkalari. Barglarining uzunligi ham mana 90 cm barglarining uzunligi. Endi nechta barg bo'ladi desangiz, demak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta. 14 ta 15 ta demak bargi bo'ladi 90 kunlik Drava 404 makajo'xori duragayimizni. Shahzod aka, endi har xil joyga ekib ko'rib, o'zingizni xulosangizni aytsangiz, Shahzod aka, nima xulosa berasiz shu Drava 404 makajo'xorimizga? Menga 120 kunlikdan mana shu yo'qdi. Sababi? Ammo qalin ekib qo'ymaslik kerak. Qalin ekmaslik kerak. Qalin ekmaslik kerak. Mana biz natijada bir xil ishlov 1 tonna 200 kilo berdim ham. Bu 700 kilo gektarga. Ha, bu yaxshi aytayapti. Endi yerga ham bog'liq. Sababi, hurmatli dehqonlar, kelajak hali bu videomiz shu YouTube platformasida turadi. Kelajak 90 kunlik makajo'xoriniki. Sababi juda ko'p joylarda bundan keyin bu yil Xudoga shukr suv yaxshi, doim suv yaxshi bo'lsa iloyim yurtimizda, vatanimizda, qo'shni respublikalarda ham. Bundan keyin 90 kunlik makajo'xoriga, ya'ni faosi kichik makajo'xorilarga talab kuchayib boraveradi. Va bizda o'shanaqa makajo'xori, ya'ni 90 kunlik makajo'xorimiz bor. Drava ana takroriy ekinda dona ham pishadi. Agar siz bug'doydan keyin ekmoqchi bo'lsangiz, takroriy ekinda dona ham pishadi. Silosga o'rib olaman desangiz ham 60 tonnadan bemalol oshirib, hozir silos olish mumkin. Mumkin. Yana 10 kundan keyin bemalol buni silosga o'rsangiz bo'ladi. Bo'laveradi. Suv tanqisi boshlanganda bu pishdi o'zi. Tayyorda. Hozir mana bug'doylar o'rimi boshlandi. Suv taqataq to'xtaydi. Sababi hamma makajo'xori ekan takroriy ekinga harakat qiladi. O'sha paytda mana buni demak bemalol o'rib olib, undan keyin hammadan keyin bemalol suv bemalol bo'lganda eksangiz yana 90 kunlikdan yana 90 kunda bemalol bir yilda 2 marta ekib olish mumkin bo'lgan makajo'xori duragayimiz. Nima deymiz oxirgi so'z? Oxirgi so'z mana shundan eksin. Xudo xolasa baraka topishadi. Ammo qalin ekib qo'yishmasin. Siz ham kamroq tavsiya qiling. 1 gektarga urug' sarf me'yorini don uchun bo'ladigan bo'lsa 75 ming dona tavsiya qilamiz, hurmatli dehqonlar. Endi agar 120 kunlik makajo'xorilar bo'ladigan bo'lsa, bariga tik holatda o'sadigan bo'lsa, 85 ming donagacha tavsiya qilamiz. Agar mana bu Dravadan ekadigan bo'lsangiz, sizga 75 ming dona don uchun bemalol yetadi. Agar siz ham donga, ham silosga ko'proq bo'lsin, silos massasi ko'proq olishim kerak, yo bo'lmasa silosni o'ziga ekaman deydigan bo'lsangiz, 85 mingdan 92 ming donagacha tavsiya qilamiz, hurmatli dehqonlar. Endi 100 ming donagacha eksa bemalol bo'ladi. Har xil yerni bonitet baliga ham qarab. O'shaning uchun o'rtacha 85 mingdan 92 ming donagacha tavsiya qilamiz. O'shandagi sxemasi nechiga? 60 ga 20 ekilgan. 60 ga 20 ekilgan, bu don uchun ekilgan, to'g'rimi? Mana 60 ga 20 ekilgan. Hurmatli dehqonlar, 60 ga 20 ekiladigan bo'lsa, gektariga 75 ming dona ketadi. Yetib ham ortadi. Yetib ortadi. Agar sizga narxi qulay, ishonchli, original urug' kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat, pastdagi raqamlarga
telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Shahzoda aka, sizga rahmat. Rahmat kelganingiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'lsin. Allohim dehqonchiligingizga baraka bersin.